Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Kimyo biologiya fanidan savol-javob qismida davom etamiz. Hozir beradigan savolim kimyo fanidan bo'ladi. Diqqat savol. Organik kimyodagi uglevodorodlar sinfidan qaysi bir sinf vakilida uglerod ham sp, sp2 va sp3 gibridlangan holatda bo'lishi mumkin? O'zini sinab ko'rmoqchi bo'lganlar videoni to'xtatib turishlari mumkin. Demak, savolning javobi organik kimyodagi uglevodorodlar sinfi bo'lgan alkan, sikloalkan, alken, alkadiyen, alkin va arenlar gamologlaridan qidirib ko'rish kerak edi bu savolning javobini. Demak, ham sp, sp2, sp3 bilasiz, organik kimyoda uglerod mana shu 3 xil holatda gibridlanishi mumkin. Va mana shu uchala gibridlanish ham mana shu yuqorida nomi keltirilgan sinf vakillaridan alkadiyenlarda uchraydi. Masalan, alkadiyenlarda ikki tomondan qo'shbog' ushlagan uglerod sp gibridlangan bo'ladi. Bitta qo'shbog' bilan bog'langan uglerod sp2 va umuman qo'shbog' ushlamagan masalan vakili deylik sp3 gibridlangan bo'ladi. Bunaqa hodisa boshqa sinf vakillarida uchramaydi. Masalan, alkanlar barcha uglerodlar sigma bog' orqali bog'langanligi uchun 4 ta valentligi ham doim sp3 bo'ladi. Sikloalkanlar ham xuddi shunday, doim sp3 bo'ladi. Alkenlarda faqat qo'shbog' bilan bog'langan uglerod sp2 bo'ladi, boshqa uglerodlar esa sp3 bo'ladi. Mana shu uchala gibridlanish holati uglerodda bo'lishi mumkin bo'lgan holat bu alkadiyen hisoblanadi. Alkadiyenlarda aynan bitta qo'shbog' ushlagani sp, ikki tomondan qo'shbog' ushlagani bu sp, bitta qo'shbog' ushlasa sp2, ikki tomondan qo'shbog' ushlasa sp bo'ladi va qo'shbog' ushlamagan uglerod demak sp3 bo'ladi. Misol uchun pentadiyen 1-2 misolda aytadigan bo'lsak, o'sha pentadiyen 1-2 dagi deylik ikkinchi uglerod ham o'ngdan ham chapdan ikkita pibog'ga ega, ikkita qo'shbog' ushlagan, ana shu uglerod sp bo'ladi. Keyingi 3-chi uglerod esa sp2 bo'ladi birinchi uglerod bilan va oxirgi 4-chi, 5-chi uglerodlar deylik pibog' ushlamagani uchun sp3 bo'ladi. Alkadiyendan keyin alkinlarda 3 bog' ushlagan uglerodlar sp, qolgan uglerodlar sp3 bo'ladi. Ularda sp2 yo'q. Arenlarda esa benzolda barcha uglerodlar bir xil holatda sp2 gibridlangan. Uning keyingi gomologi toluolda esa